Kela hashar qilganmiz. Otamiz bir gapni gapirganlar. To'xtalaring shu yerda dedilar. Uyda katta karton oppoq qog'oz olib kelib qo'yganlar. Hashar vaqtida, ayni vaqtida. G'ish uzatardik. Kattaroq baqotiroq akamiz otadi, u tepadan ilib oladi. Biz uzatib turamiz g'ishni. Oq qog'ozga qo'limizni qoqlaring deganlar. Qoqqanimizda mayda punchalar tushgan. Unutma. Shu senga yetadi deganlar. Agar g'ishni olganingda berib olsangina yana qo'lingga g'ish keladi. Agar qo'lingda g'ish tursa, g'ish bermaydi keyingi odam. Biz qum zarrachalaridan kompaniya yaratganmiz. Qo'limizni orasida qolib ketgan qumni zarrachalari bilan. Agar g'ishni olursiz, o'zimga kerak 10 talab olsangiz, nima bo'ladi? Ko'tara olmaysiz, oyog'ingiz tushib, zarba bo'ladi, oyog'ingiz g'altiydi, yotasiz. Ishga yara olmaydi. Oldingmi g'ishni berishing kerak. Zarrachaga ishlasang ham yetadi. Men endi bir-biriga ulashga balki trening unaqa bir gapiradigan odam emasdirman, bilmayman. Rahmat.